energetika tizimi, elektr stansiyalarining qurilma va asboblari, elektr havo uzatish liniyalari, elektr iste'molchilar foydalanadigan asbob-uskunalarda shikastlanish holatlari uchrab turadi. Hop, bu shikastlanishlar tokning me'yoridan ortib ketishi hamda kuchlanishning me'yoridan pasayib ketishi bilan kuzatiladi. Bundan tashqari energetika tizimidagi shikastlanishlar fazalararo va yer bilan birgalikda qisqa tutashuvlar natijasida hosil bo'ladi. Shu o'rinda qisqa tutashuvlar turlari haqida gapirib o'tib ketamiz. Qisqa tutashuv turlari bitta faza bilan yer orqali ikkita faza o'rtasida hamda 3 fazali qisqa tutashuvlarga bo'linadi. Bu shikastlanishlar o'z ichiga quyidagilarni oladi. Ya'niki izolyatsiyaning buzilishi, eskirishi, kuchlanishning me'yoridan ortib ketishi, elektr qurilmaga xizmat ko'rsatayotgan xodimning noto'g'ri xatti-harakati, ajratgichlarni yuklama ostida ajratish hamda qisqa tutashtirgichlar ulangan holatda kuchlanishni berib yuborishi holatlarida yuzaga keladi. Va bunday qisqa tutashuvlar sodir bo'lganda elektr qurilmalariga ortiqcha shikastlanish yetmasdan himoya qilib qolish hamda iste'molchilarni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash uchun relay himoyasidan foydalaniladi. Avvallari beruvchan saqlagichlardan foydalangan bo'lsa, bugungi kecha kunduzgi bu himoyalar relay himoyasi orqali amalga oshiriladi. Relay himoyasiga qo'yiladigan talablar bor. Relay himoyasiga qo'yiladigan talablarning birinchisi tanlovchanlik talabi qo'yiladi. Ikkinchisi tezkorlik. Uchinchisi sezgirlik. To'rtinchisi ishonchlilik. Shu talablar bajarilsagina relay himoyasi qurilmalar shikastlanishdan saqlab qoladi. Shu o'rinda tanlovchanlikka ta'rif berib ketamiz. Tanlovchanlik bu himoyaning shunday xususiyatiki, bunda u faqat elektr tarmog'ining shikastlangan qisminigina o'chiradi. Tezkorlik elektr uskunalarining buzilish darajasini kamaytirish uchun qisqa tutashuvni mumkin qadar katta tezlikda qisqa vaqtda o'chirish uchun xizmat qiladi. Sezgirlik himoya qisqa tutashuv paytida o'zgarishlarni sezish uchun o'rnatilgan zonalarda aniq bir sezgirlikka ega bo'lishi tushuniladi. Ishonchlilik himoyaning ishonchliligi sxemaning soddaligiga, unda o'rnatilgan relaylar va ularning kontaktlari soniga, yig'ish va bajarish sifatiga, yig'ish materiallariga va xizmat ko'rsatishga bog'liq. Buguncha bizda ma'lumotlar shulardan iborat. Biz bilan qoling. Bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmay, sog' bo'ling, salomat bo'ling.